har bir insonda shunday narsa bo'ladiki, shu umri davomida, masalan, yashab o'tgan umri davomida, misol uchun, qanaqadir qo'shiq eshitadigan bo'lsa, mana shu qo'shiq eshitgan paytida o'sha qo'shiq bilan bog'liq bo'lgan xotiralar, eng esda qolarli xotiralar uni bezovta qiladi. Ya'ni qanaqadir qo'shiqni eshitib qoldi, o'sha qo'shiq bilan bog'liq bo'lgan xotiralar esiga tushadi. Lekin mana shunday bir qo'shiq borki, ana o'sha qo'shiqni eshitgan paytingiz 9 yillik xotira yoki 11 yillik xotira sizni bezovta qiladi va eng shirin daqiqalarni eslab o'tasiz. Har safar 25-may kuni balkim maktabda yaxshi ko'rganimdandir, balkim biz sinfdoshlarda yoki o'zimizda yaqinlarimiz bilan oqibat kuchli bo'lganligidandir, 25-may sanasi kuni ko'nglim qandaydir bir xomushroq bo'lib ko'rinadi. Chunki bizga eng yaqin qadrdon bo'lgan insonlarni aynan o'sha kun biz tark etganmiz va aynan mana shu kun 25-may kun hammamiz har yoqqa tarqalganmiz. 25-may yangi hayot, yangi qadamlar, hammasi yoshlarimizga muborak bo'lsin. Endi undan buyog'iga hayot boshlanadi.